Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. 19-bayt jannat va do'zaxning abadiyligi bayoni. Bobomiz Sirojiddin O'shi aytadi: "Wala yafnal jahimu walal jinanu wala ahluhuma ahlul intiqoli." Ma'nosi, do'zax va jannatlar yo'q bo'lib ketmaydi va ikkalasining ahllari ham ko'chib o'tish ahli bo'lmaydilar. Nazmiy bayoni: do'zax va jannatlar hech fano bo'lmas, ularning ahllari ko'chmas va o'lmas. Mana kullu man alayha fan va yabqa wajhu robbika zul jalali val ikrom. Uni ustidagi bor narsa yo'q bo'ladi, faqat Robbingning yuzi qoladi. Abadiy faqat Alloh taolo. Endi jannatga kirganda, jannatlar bir muddat yeb ichib ne'matlanganda Allohdan boshqa narsa yo'q bo'lib ketadigan bo'lsa, jannat bilan do'zax ham yo'q bo'lib ketar ekanda degan vahm keladi kallaga. Shu masalani muolaja qilamiz hozir. Yaratilgan narsa yaratilgan kuni bo'ladi va bir kun nima bo'ladi? Yo'q bo'ladi. Demak, jannat bilan do'zaxni Alloh yaratdi, demak bir kun yo'q bo'lib ketish kerak ekan degan narsa keladi kallaga. Shuni ko'rib chiqamiz. Demak, jannat va do'zaxning borligiga iymon keltirishlik bu oxirat kunini borligiga iymon keltirishlikning bir muhim bo'ligi hisoblanadi. Mana Sirojiddin O'shi do'zax va jannatlar hech fano bo'lmas degan so'zi Alloh taolo bularni yaratib qo'yganligi va hech qachon bular yo'q bo'lmasligini bildiradi. Alloh taolo ularni boqiy qoldiradi degani bo'ladi. Ya'ni ahli sunna va jamoaning e'tiqodiga ko'ra do'zax ham jannat ham hozir bor, Alloh taoloni yaratib qo'ygan va ular hech qachon yo'q bo'lib ketmaydi. Bizning e'tiqodimiz shu. Bor, yaratib qo'yilgan, yo'q bo'lib ketmaydi ular. Mana shu masalada Mu'tazililar kabi adashgan toifalar jannat bilan do'zaxni yaratib qo'yilganligini inkor qilishgan. Ular Alloh taolo qiyomat kunida yaratadi. Agar hozir mavjud bo'lsa, oyatlarda xabar berilgandek yo'q bo'lib ketishiga to'g'ri kelib qoladi deyishgan. Masalan, qiyomat qoyim bo'lganda hamma narsa yo'q bo'ladi. Isrof alayhisalom surga puflaydi, bu dunyo ostin-ustun bo'ladi, osmon yo'q bo'ladi, yer yo'q bo'ladi, farishta, hatto Isrof alayhisalom o'zi ham o'ladi. Agar jannat yaratilgan bo'lsa, ular ham yo'q bo'lib ketish kerak bo'ladi deb Mu'tazilalar shunaqa e'tiqodni gapirishgan. Agar jannat bilan do'zax yaralgan bo'lsa, qiyomat kunida hamma narsa yo'q bo'lganda ular ham yo'q bo'lib ketish kerak. O'shuning uchun jannat bilan do'zax yaralmagan deyishgan ular. O'zlarini mana shu so'ziga dalil qilib, astagfirullah, kullu shay'in halikun illa wajha lahul hukmu va ilayhi turja'un oyatini keltirishgan. Uning yuzidan boshqa narsa halok bo'lguchidir. Ya'ni Allohning yuzidan boshqa hamma narsa yo'q bo'lib ketadi. Demak, jannat bilan do'zax yaralmagan hali. Agar yaralgan bo'lsa, qiyomat bo'lganda yo'q bo'lib ketish kerak deydi. Boshqa bir oyatda ham hamma jonzotni yo'q bo'lib, Alloh taoloni o'zigina qolishiga xabar berilgan. Astagfirullah, kullu man alayha fan va yabqa wajhu robbika zul jalali val ikrom. Yer yuzidagi barcha mavjudot foniydir. Ya'ni yer ustidagi hamma narsa foniydir. Ulug'lik va ikrom egasi bo'lmish Robbingning yuzi boqiy qolur. Mana shu oyatdagi yer kalimasi kullu man alayha, uni ustidagi, ya'ni yerning ustidagi. Yer kalimasi umumiylikni ifodalovchi kalimalarning eng kuchlisi bo'ladi. U cheklanmagan ko'plikka dalolat qiladi. Modomiki mana shu kalimani, mana shu ma'nosidan boshqa ma'noga o'zgartiradigan dalil bo'lmasa, asl holda turaveradi. Shunga ko'ra, jannat va do'zax hozirda yaratib qo'yilgan bo'lganida, ularning ikkalasi ham, ichidagilar ham qiyomat kunidan oldin boshqa mahluqotlar qatori yo'q bo'lib ketishi lozim bo'lib qoladi. Ularni esa abadiy ekani hech qachon yo'q bo'lmasligi xabar berilgan.
Shuning uchun ham ikkovini Alloh taolo qiyomat kunida abadiy yo'q bo'lmaydigan qilib yaratadi deyishgan. Ularning e'tiqodi shu ekan. Jannat bilan do'zax yaralmagan. Agar yaralgan bo'lsa, yuqoridagi ikkita oyatning dalolati bilan qiyomat kuni yo'q bo'lib ketish kerak deyshadi. Endi biz nima deymiz? Ahli sunna val jamoa jannat ham, do'zax ham hozir bor deb aytamiz. Mana endi dalillar. Jannat va do'zaxning yaratib qo'yilganligiga, hozir jannatni ham do'zaxni ham bor ekanligi dalillar. Qur'onda jannat va do'zax haqida kelgan oyatlarga o'tgan zamonni ifodalovchi so'zlar bilan xabar berilgan. Astagfirullah. Wasari'u ila maghfiratin min robbikum va jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ya'ni Parvardigoringiz tomonidan bo'ladigan mag'firatga hamda taqvodorlar uchun tayyorlab qo'yilgan jannatga shoshilingiz. Tayyorlab qo'yilgan o'tgan zamonda keldi. Demak, jannatni Alloh taolo nima qilibdi? Yaratib qo'yibdi. Keyingi oyat. Wattaqun narallati uiddat lil kafirin. Kofirlar uchun tayyorlab qo'yilgan do'zaxdan taqvo qilinglar. Kofirlar uchun nima qilingan? Tayyorlab qo'yilgan. Demak, ikkala oyatda ma'lum bo'ldiki, jannat ham do'zax ham bor, ular tayyorlab qo'yilgan. Keyingi dalilimiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana Me'roj kechasida jannatni ko'rganligi haqida xabarlar bor. Qur'onda Alloh taolo aytadi. Astagfirullah. Va laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Indaha jannatul ma'wa. Najm surasi. Qasamki Muhammad alayhisalom farishtani, ya'ni Jabroil alayhisalomni o'zining asl suratida ikkinchi bor jannat chetidagi nilufar oldida ko'rdi. Jannati ma'vo ham o'sha nilufarning oldidadir. Demak, payg'ambarimiz Me'rojga chiqqanda Jabroil alayhisalom ikkinchi marta o'zini asl suratda ko'rdi, jannatning oldida ko'rdi. Demak, jannat bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning mana Sidratul Muntahoga borganlarida ko'rgan narsalarni mana xabarni berganlar. Mana 3 ta oyat keltirdik. Mana hozir bir qancha oyatlarni o'qidik. Jannat ham do'zax ham bor ekanligi dalil bo'ldi. Mana endi jannat bilan do'zaxni bor ekanligiga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadisi shariflaridan dalillar. Summa dakhaltul jannata fara'aytu fiha janabida min lu'lu'in turabuha al-misku. Rasululloh aytadilar, Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadis. So'ngra jannatga kirdim, u yerda marvarat gumbazlar bor ekan. Uning tuprog'i mushk ekan. Gumbaz marvaratdan, tuprog'i mushka ambar. Rasululloh ko'rdim deb aytayaptilar. Mana Buxoriy keltirgan hadis. Keyingi dalil. Alloh taolo jannat va do'zaxni yaratgandan keyin Jabroil alayhisalomga buyurgan, borib ko'rib kechi. Jannatni, do'zaxni yaratdi, borib ko'rib kel dedi. Lamma xalaqallohu al-jannata wan-nara arsala Jibrila ila al-jannati faqal unzur ilayha va ila ma a'dadtu li ahliha fiha. Alloh azza va jalla jannatni yaratgandan keyin Jabroil alayhisalomga aytdi. Unga bor, jannatga bor, unga qara va u yerda jannat ahllari uchun tayyorlab qo'ygan narsalarimga qara dedi. Jabroil alayhisalom jannatga kirdi. Jannatga qaradi. Jannatda Alloh taolo jannatiylarga tayyorlab qo'ygan narsalarni ko'rdi-da, Allohning huzuriga qaytib, izzatingga qasam ichib aytamanki, u haqida, jannat haqida eshitgan kimsa borki, albatta unga kiradi dedi. Ya'ni jannatning ta'rifini eshitar ekanmiz, o'sha yoqqa borishni xohlaymiz. Alloh jannatga amr qildi. U yoqimsiz narsalar bilan o'raldi. Alloh taolo Jabroilga unga qayt, yana bir marta bor. Unga qara va u yerda uning ahli uchun tayyorlab qo'ygan narsalarimga qara dedi. Jabroil alayhisalom kelib qarasa, jannat yoqimsiz narsalar bilan o'ralibdi. Ya'ni insonning qalbiga yoqmaydigan narsalar bilan. Bomdodga turish kerak. Qiylanib topgan pulingizni sarf qilish kerak. 5 mahal namoz o'qishlik kerak. Ro'za tutish kerak issiqda. Jannat huffatil jannatu bil makarih deganlar Rasululloh. Jannat insonda nafsiga yoqmaydigan narsalar bilan o'rab qo'yilgan. Shundan o'tsang jannatga kirasan. Jannat o'zini ko'rib turib hamma kiradi dedi. Endi unga kirishlik uchun nafsga yoqmaydigan ishlarni qilish kerakligini ko'rgandan keyin aytdiki,
Izzatingga qasam ichib aytamanki, unga biror kimsa kira olmasa kerak deb hafsalab qoldim deydi. Demak, hadisning birinchi qismidan jannatni Jabroil alayhisalom borib ko'rib kelganligidan ma'lum bo'lyaptiki, jannat yaratib qo'yilgan. Davomini o'qiymiz. Alloh taolo Jabroil alayhisalomga do'zaxga bor. Unga va u yerda uning ahli uchun tayyorlab qo'ygan narsalarimga qara dedi. Bas uning ba'zisi ustiga chiqib turgan edi. Jahannamni ko'rdi, qaytib keldi. Va izzatingga qasam ichib aytamanki, unga jahannamga u haqida eshitmagan kimsa kirsa kerak dedi. So'ngra Alloh taolo amr qildi do'zaxga. Do'zax shahvatlar bilan o'raldi. Ya'ni insonning nafsiga yoqadigan hamma ishlar bilan o'raldiki, insonlar shu shahvatlarni qiladi va bu bilan jahannamga kirishadi. U shahvatlar bilan o'raldi. Alloh taolo Jabroil alayhisalomga yana aytdi. Unga qaytib bor, qara. Jabroil alayhisalom qaytib borib qaradi va aytdiki, izzatingga qasam ichib aytamanki, undan biror kimsa najot topa olmay, unga kirib ketsa kerak deb qo'rqib qoldim dedi. Imom Termiziy rivoyat. Mana bu hadisda ma'lum bo'lyaptiki, Jabroil alayhisalom jannatni ham borib ko'rib keldi, do'zaxni ham borib ko'rib keldi. Demak, jannat ham do'zax ham hozir bor. Demak, jannat bilan do'zax bor ekan. Ular mavjud ekan. Endi bular yo'q bo'lib ketadimi, yo'qmi? Mana endi shu savol. Borligini hal qildik, hozir bor ekan. Endi yo'q bo'lib ketadimi, yo'qmi? Mavjudligi sobit bo'lgan jannat uchun tugash yo'q. Mavjudligi sobit ekan. Endi bunga tugash yo'q. Dalil. Astagfirullah. Inna hadha la rizquna ma lahu min nafad. Jannatilar jannatga kirganda aytishadiki, albatta bu bizning, ya'ni jannat ahlining rizqimizdirki, unda tugash bo'lmas. Demak, jannat tugamaydi, birodarlar. Jannatdagi ne'matlarning doimiyligi haqida. Astagfirullah. Masalul jannati allati wu'idal muttaquna tajri min tahtiha al-anhar ukuluha da'imun va dhilluha. Ra'd surasi. Taqvodorlar uchun va'da qilingan jannatning misoli, uning ostidan anhorlar doim joriy oqib turuvchi, mevalari va soyalari boqiydir, tugamaydi. Tugamaydi. Abu Said al-Hudri va Abu Hurayra roziyallohu anhulardan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz aytadilar: "Inna lakum an tahyaw wa la tamutu abada, va inna lakum an tasihhu wa la tasqamu abada, va inna lakum an tashibbu fala tahramu abada, va inna lakum an tan'amu fala tab'asu abada." Qachon jannat ahli jannatga kirishsa, bir nido qiluvchi aytadi. Endi o'lim olib kelindi, so'yildi, jannatilar jannatda, do'zaxdagilar do'zaxda abadiy qolishi aniq bo'ldi. Ya'ni oxirgi iymonli odam jannatga chiqdi. Shunda nido qiluvchi aytadiki, albatta yashashinglar sizlar uchun hech qachon o'lmaysizlar. Sog' salomat bo'lishinglar sizlar uchun hech qachon kasal bo'lmaysizlar. Albatta yosh bo'lishingiz sizlar uchun hech qachon qaramaysizlar. Albatta huzur halovatda yashamoqlaringiz sizlar uchun hech qachon baxtsiz bo'lmaysizlar deya nido qilinadi. Muslim rivoyat. Demak, birodarlar, kasal bo'lmaymiz, qaramaymiz, o'lmaymiz, zerikmaymiz. Huzur halovatda hammasi o'shada bo'ladi. Endi jannatdagi ne'matlar abadiy bo'lganidek, birodarlar, do'zaxdagi azoblar ham abadiy. Bu haqida ham Qur'onda xabar berilgan. Astagfirullah. Innal ladina kafaru min ahli al-kitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul bariyya. Albatta ahli kitob va mushriklardan bo'lgan kufr keltirganlar jahannam o'tidadirlar. U yerda abadiy qolurlar. Undaylar haloyiqning eng yomonidir. Demak, ular ham abadiy qoladi u yerda. Mo'minlar, taqvodorlar jannatda abadiy bo'lar ekanmi? Kofirlar, mushriklar, munofiqlar jahannamda abadiy bo'ladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, birodarlar, jannat ham, do'zax ham hozir mavjud va ular hech qachon yo'q bo'lib ketmaydi. Yo'q bo'lish yoki bo'lmaslik masalasi haqida ulamolar ikkita narsani aytadi. Birinchisi, avvali ham, oxiri ham bor narsalar bor.
Bir narsalarki, avvali ham bor, oxiri bor. Bunga dunyo va uning ichidagi narsalar kiradi. Dunyomiz avvali bor, oxiri ham bor. Endi ikkinchisi, avvali bor, ammo oxiri yo'q narsalar. Bu jannat va do'zax shunga kiradi. Bu dunyomiz biz ko'rib turgan narsaning boshi bor, oxiri ham bor. Bu birinchi toifa narsalar. Ikkinchisi, jannat bilan do'zaxki boshlanishi bor, nihoyasi yo'q. Qanday bo'lishi mumkin desa, Imom Azam aytadi. Raqamlarning eng avvalgisi nechi deydi? 1 deydi. Oxirgisi-chi? Aqliy dalil bu. 1dan keyin 2, 2dan keyin 3, oxiri-chi? Mumkin ekanmi? Boshlanishi bor bo'lib turib, oxiri yo'q bo'lishi mumkin ekanmi? 1 boshlanishi. Endi oxiri yo'q bo'lgandek, jannat va do'zaxni yaralgan kuni bor, lekin yo'q bo'ladigan kuni yo'q. Jannat va do'zax Alloh taolo ularni yo'qdan bor qilishi bilan paydo bo'ldimi? Jannat bilan do'zax Alloh ularni yo'qdan bor qilishi bilan paydo bo'ldimi? Endi xuddi shunga o'xshagandek, Alloh taolo uni yo'q qilib yubormasligi bilan doimiy ham bo'ladi. Wala yafnal jahimu walal jinanu wala ahluhuma ahlu intiqali. Do'zax, jannatlar hech fano bo'lmas, ularning ahllari ko'chmas va o'lmas. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima va sallallohu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammadin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin was salatu was salamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sirojiddin O'shining Badul Amoli asarini o'qiyotgan edik birodarlar. 21-matnga keldik. O'tgan darsimizda Alloh subhanahu va taoloni jannatda mu'minlar ko'rishligi haqida suhbat qilgan edik, davom etamiz. 21-bayt jannatdagi eng oliy ne'mat. Siz bilan bizning hamshaharimiz Sirojiddin O'shi aytadi: "Fayansawna an-na'ima idza ra'awhu faya khusrana ahli al-i'tizali." Tarjimasi: uni ko'rgan vaqtlarida ne'matlarni unutadilar. Bas, ey odamlar, mu'tazililarning adashishlaridan ehtiyot bo'linglar. Nazmi bayoni: ne'matlar unutilar, uni ko'rsalar qachon, hazir bo'ling mu'tazila ahliga ziyon. Mana mu'tazila toifasi. Bular Imom Ahmad ibn Hanbal davrida ishlari ko'zga ko'rindi. Abbosiy xalifalarning yoniga vazir bo'lib kirib olishdi va o'zlarining mana shu noto'g'ri e'tiqodlarini 20 yil davomida qilich bilan ummatga majburan o'tkazishdi. Lekin botil edi bu. Xalifani qilich bilan odamlarni majbur qilgan bo'lsa ham, biz oyatda aytib o'tdik. Ko'pik yo'q bo'lib ketadigan narsa, hazakam narsa keladi, ketadi, ammo odamlarga foyda qiladigan haqiqiy narsa qoladi. Butun ummatni majbur qilishdi o'zlarining e'tiqodiga. Ular buzuq e'tiqodlariga ko'ra Allohni ko'rib bo'lmaydi deyshar edi. Qur'onni Allohning kalomi emas, Qur'onni maxluq deyishgan edi. Shunga o'xshagan adashgan e'tiqodlari bor edi. Yana qaytarib aytaman, Abbosiy xalifalarning yoniga kirib olib, qilich bilan ummatni o'zini e'tiqodga majbur qilsa ham, bu e'tiqodini o'tkaza olmadi. Bor yo'g'i 20 yilda yo'qib ketaverdi. Shuning uchun aytyapmiz, ukalar, bizga ko'zimiz yiltirab ko'rinayotgan narsachi bu yangilik emas. Ahli sunna val jamoaga hujum qilganlar, tosh otganlar 1000 yildan beri tosh otib kelyapti. Va bu ahli sunna o'zini e'tiqodini, yo'lini himoya qilib hujjat dalillab kelyapti. O'sha birinchi 3 asr va undan keyingi davrdagi ulamolarning gapiga ergashamiz, o'sha asl narsa ekan. Aloddin domlamiz rahmatlik bir suhbatimizda aytgan ediki,
500 yil, 800 yilda u yog'ida yozilgan kitoblarni o'qitish kerak madrasalarda. Shunda bo'linish ixtilof bo'lmaydi degan edi. Mana endi tushunib yetyapmiz nima uchun unday deganligini. Jannatiylar jannatga kirar ekanlar, ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan, son sanoqsiz ne'matlarga ega bo'lishadi. Alloh taolo bu haqida shunday deydi. Astagfirullah. Ala sururin mawduna muttaqiina alayha mutaqabilin. Yatufu alayhim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in. La yusaddauna anha wa la yunzifun. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Wa hurun 'ayn ka'amthali al-lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. Ular oltindan yasalgan so'rilarda, yaslangan hollarida bir-birlariga yuzma-yuz bo'lib o'tirurlar. Ustlarida esa mangu yosh bolalar aylanib xizmatda yururlar. Oqar chashmadan olingan may to'la qadahlar, ko'zalar va kosalar bilan. U maylardan ularning boshlari ham og'rimas, mast ham bo'lmaslar. Yana o'zlari tanlab oladigan mevalar bilan, ishtahalari tortadigan qush go'shtlari bilan ham ta'minlanib tururlar. Yana ular uchun oppoq yuzli, katta va chiroyli ko'zli hur qizlar ham bo'lurki, ular xuddi pardaga o'ralgan durlar kabidir. Bu ular dunyoda qilib o'tgan amallarning mukofotidir. Mana shunday ajoyib noz ne'matlar ichida jannatlar o'tirar ekan, Alloh subhanahu va taolo pardani ko'taradi va ular Alloh taoloning diydorini ko'radilar, hamma narsani unutishadi. Shu ma'noda Hishom ibn Hasson aytadi: albatta Alloh taolo jannat ahliga o'zini namoyon qiladi. Jannat ahli uni ko'rgan paytlarida jannat ne'matlarini unutadilar. Ammo unutadi degani keyin ular uchun jannat zerikarli bo'lib qoladi degani emas. O'tgan safar aytdik-a, Alloh taoloning jamolini ko'rgandan keyin bu jannatdagi ne'matlarda qadri qolmaydi. Allohning jamolini ko'rish qadayu, bu yerdagi jannatdagi ne'matlar qadi. Allohning diydorini ko'rgandan keyin jannatdagi ne'matlar zerikarli bo'lib qolmaydimi degan savolga javob berdik. Nima deb? Allohning jamolini ko'rib, ular tasvirlab, tushuntirib bera olmaydi va eslab qola olmaydi. Alloh taolo pardani tortgandan keyin yana bob-boygidek jannat yangilikcha turaveradi, birodarlar. Demak, jannatiylar Alloh taoloni ko'rgan vaqtida uni tasvirlab bo'lmaydigan darajada ulug'ligidan boshqa ne'matlarni unutib unga mahliyo bo'lib qoladi. Ammo jamolini Alloh taolo to'sgandan keyin ana shu ko'rilgan narsani tasvirlab, tushuntirib bera olmasliklari, yodda saqlab qola olmaganliklari sababidan, idrok eta olmaganligidan jannat ne'matlarining ichida yana rohatlarni nima qilishaveradi? Yashayverishadi. Mulla Ali Qori aytadi: "Hazir bo'ling, Mu'tazila ahliga ziyon" degan paytda Mu'tazili firqasidagilar bordi-yu jannatga kirib qolsa ham, ular ham la ilaha illalloh deganda. Ular Alloh taoloni jamoliga qarashidan mahrum bo'ladi degan ishora bor deb aytadi. Bu Mulla Ali Qorining so'zi edi. Chunki banda Alloh haqida qanday gumonda bo'lsa, Alloh shunday bo'ladi. Hadis qudusida Alloh taolo aytadi: "Ana inda zonni abdi bi. In zonna khayron falahu va in zonna sharron falahu." Men bandamning men haqimda qilgan gumonidaman. Ya'ni bandam meni qanday gumon qilsa shunaqaman. Agar men haqimda yaxshilikni gumon qilsa, yaxshilik unga bo'ladi. Agar men haqimda yomon narsani gumon qilsa, yomonlik unga bo'ladi. Ana shu hadislarda keladi, do'zaxga hukm qilindi bir banda. Qalbida iymoni bor. Gunohlari ko'pligidan do'zaxga hukm qilindi. Iymon bilan chiqib olgan dunyodan. Do'zaxga olib kirib ketayotganda orqaga qarab qo'yar ekan. Chunki mazmunda hadis bor. Alloh taolo to'xtatinglar deydi. Nimaga orqaga qarading deydi. Hali banda Parvardigor, men sen haqingda bunaqa gumon qilmagan edim. Nima deb gumon qilgansan men haqimda? Meni kechiradi, meni jannatga kirgizadi deb gumon qilganman sen haqimda der ekan. Shunda Alloh taolo kirgizinglar buni jannatga deydi. Shuning uchun hadisda aytilyapti, men haqimda yaxshilikni gumon qilsa, yaxshilikni topadi, yomonlikni gumon qilsa, yomonlikni topadi. Mu'tazila toifasidagilar Allohni jannatga kirganda ko'rib bo'lmaydi dedimi? Demak, bular Allohni ko'rmaydi endi. Mulla Ali Qori shunday deb aytadi.
Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin was salatu was salamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sirojiddin O'shining Badul Amoli asarini o'qiyotgan edik birodarlar. 21-matnga keldik. O'tgan darsimizda Alloh subhanahu va taoloni jannatda mu'minlar ko'rishligi haqida suhbat qilgan edik. Davom etamiz. 21-bayt jannatdagi eng oliy ne'mat. Siz bilan bizning hamshaharimiz Sirojiddin O'shi aytadi: "Fayansawna an-na'ima idza ra'awhu faya khusrana ahli al-i'tizali." Tarjimasi: uni ko'rgan vaqtlarida ne'matlarni unutadilar. Bas, ey odamlar, Mu'tazililarning adashishlaridan ehtiyot bo'linglar. Nazmi bayoni: ne'matlar unutilar, uni ko'rsalar qachon, hazir bo'ling Mu'tazila ahliga ziyon. Mana Mu'tazila toifasi. Bular Imom Ahmad ibn Hanbal davrida ishlari ko'zga ko'rindi. Abbosiy xalifalarning yoniga vazir bo'lib kirib olishdi va o'zlarining mana shu noto'g'ri e'tiqodlarini 20 yil davomida qilich bilan ummatga majburan o'tkazishdi. Lekin botil edi bu. Xalifani qilich bilan odamlarni majbur qilgan bo'lsa ham, biz oyatda aytib o'tdik. Ko'pik yo'q bo'lib ketadigan narsa, hazakam narsa keladi, ketadi, ammo odamlarga foyda qiladigan haqiqiy narsa qoladi. Butun ummatni majbur qilishdi o'zlarining e'tiqodiga. Ular buzuq e'tiqodlariga ko'ra Allohni ko'rib bo'lmaydi deyshar edi. Qur'onni Allohning kalomi emas, Qur'onni maxluq deyshgan edi. Shunga o'xshagan adashgan e'tiqodlari bor edi. Yana qaytarib aytaman, Abbosiy xalifalarning yoniga kirib olib, qilich bilan ummatni o'zini e'tiqodga majbur qilsa ham bu e'tiqodini o'tkaza olmadi. Bor yo'g'i 20 yilda yo'qib ketaverdi. Shuning uchun aytyapmiz, ukalar, bizga ko'zimiz yiltirab ko'rinayotgan narsa-chi bu yangilik emas. Ahli sunna val jamoaga hujum qilganlar, tosh otganlar 1000 yildan beri tosh otib kelyapti. Va bu ahli sunna o'zini e'tiqodini, yo'lini himoya qilib hujjat dalillab kelyapti. O'sha 1-3 asr va undan keyingi davrdagi ulamolarning gapiga ergashamiz, o'sha asl narsa ekan. Aloddin domlamiz rahmatlik bir suhbatimizda aytgan ediki, 500 yil, 800 yilda uyog'ida yozilgan kitoblarni o'qitish kerak madrasalarda. Shunda bo'linish, ixtilof bo'lmaydi degan edi. Mana endi tushunib yetyapmiz nima uchun unday deganligini. Jannatiylar, jannatga kirar ekanlar, ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan, son sanoqsiz ne'matlarga ega bo'lishadi. Alloh taolo bu haqida shunday deydi. Astagfirullah. Ala sururin mawduna muttaqiina alayha mutaqabilin yatufu alayhim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun 'ayn ka'amthali al-lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. Ular oltindan yasalgan so'rilarda, yaslangan hollarida bir-birlariga yuzma-yuz bo'lib o'tirurlar. Ustlarida esa mangu yosh bolalar aylanib xizmatda yururlar. Oqar chashmadan olingan may to'la qadahlar, ko'zalar va kosalar bilan. U maylardan ularning boshlari ham og'rimas, mast ham bo'lmaslar. Yana o'zlari tanlab oladigan mevalar bilan, ishtahalari tortadigan qush go'shtlari bilan ham ta'minlanib tururlar. Yana ular uchun oppoq yuzli, katta va chiroyli ko'zli hur qizlar ham bo'lurki, ular xuddi pardaga o'ralgan durlar kabidir. Bu ular dunyoda qilib o'tgan amallarning mukofotidir.
Mana shunday ajoyib noz-ne'matlar ichida jannatliklar o'tirar ekan, Alloh subhanahu va taolo pardani ko'taradi va ular Alloh taoloning diydorini ko'radilar, hamma narsani unutishadi. Shu ma'noda Hishom ibn Hasson aytadi: albatta Alloh taolo jannat ahliga o'zini namoyon qiladi. Jannat ahli uni ko'rgan paytlarida jannat ne'matlarini unutadilar. Ammo unutadi degani keyin ular uchun jannat zerikarli bo'lib qoladi degani emas. O'tgan safar aytdik-a, Alloh taoloning jamolini ko'rgandan keyin bu jannatdagi ne'matlarda qadri qolmaydi. Allohning jamolini ko'rish qadayu, bu yerdagi jannatdagi ne'matlar qada. Allohning diydorini ko'rgandan keyin jannatdagi ne'matlar zerikarli bo'lib qolmaydimi degan savolga javob berdik. Nima deb? Allohning jamolini ko'rib, ular tasvirlab, tushuntirib bera olmaydi va eslab qola olmaydi. Alloh taolo pardani tortgandan keyin yana bob-boygidek jannat yangilikcha turaveradi, birodarlar. Demak, jannatliklar Alloh taoloni ko'rgan vaqtida uni tasvirlab bo'lmaydigan darajada ulug'ligidan boshqa ne'matlarni unutib unga mahliyo bo'lib qoladi. Ammo jamolini Alloh taolo to'sgandan keyin ana shu ko'rilgan narsani tasvirlab, tushuntirib bera olmasliklari, yodda saqlab qola olmaganliklari sababidan, idrok eta olmaganligidan jannat ne'matlarining ichida yana rohatlarni nima qilishaveradi? Yashayverishadi. Mulla Ali Qori aytadi: "Hazir bo'ling, Mu'tazila ahliga ziyon" degan paytda Mu'tazili firqasidagilar bordi-yu jannatga kirib qolsa ham, ular ham la ilaha illalloh deganda, ular Alloh taoloni jamoliga qarashidan mahrum bo'ladi degan ishora bor deb aytadi. Bu Mulla Ali Qorining so'zi edi. Chunki banda Alloh haqida qanday gumonda bo'lsa, Alloh shunday bo'ladi. Hadis qudusida Alloh taolo aytadi: "Ana inda zonni abdi bi, in zonna khayron falahu va in zonna sharron falahu." Men bandamning men haqimda qilgan gumonidaman. Ya'ni bandam meni qanday gumon qilsa shunaqaman. Agar men haqimda yaxshilikni gumon qilsa, yaxshilik unga bo'ladi. Agar men haqimda yomon narsani gumon qilsa, yomonlik unga bo'ladi. Ana shu hadislarda keladi, do'zaxga hukm qilindi bir banda. Qalbida iymoni bor. Gunohlari ko'pligidan do'zaxga hukm qilindi. Iymon bilan chiqib olgan dunyodan. Do'zaxga olib kirib ketayotganda orqaga qarab qo'yar ekan. Chunki mazmunda hadis bor. Alloh taolo to'xtatinglar dedi. Nimaga orqaga qarading dedi. Hali banda, Parvardigor, men sen haqingda bunaqa gumon qilmagan edim. Nima deb gumon qilgansan men haqimda? Meni kechiradi, meni jannatga kirgizadi deb gumon qilganman sen haqimda der ekan. Shunda Alloh taolo kirgizinglar buni jannatga deydi. Shuning uchun hadisda aytilyapti, men haqimda yaxshilikni gumon qilsa, yaxshilikni topadi, yomonlikni gumon qilsa, yomonlikni topadi. Mu'tazila toifasidagilar Allohni jannatga kirganda ko'rib bo'lmaydi dedimi? Demak, bular Allohni ko'rmaydi endi. Mulla Ali Qori shunday deb aytadi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin was salatu was salamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sirojiddin O'shining Badul Amoli asarini o'qiyotgan edik birodarlar. 22-baytimiz. Alloh taolo adolatli va rahmatli zotdir. Sirojiddin O'shi aytadi: "Va ma in fi'lun islahu za iftiradin ala al-hadi al-muqaddasi zit-ta'ali." Bu ham ana shu hozir biz aytgan Mu'tazila firqasining noto'g'ri aqidalariga berilgan javob. Oliylik sohibi muqaddas maxluqlarning sifatlaridan xoli xodiyga aslah ishi aslo farz bo'lmaydi. Nazmiy bayoni: aslah ishi farz emas ulug' xodiyga, biror bir nuqsonsiz mutaoliga. Bu bayt mana shu Mu'tazili firqasiga raddiya tarzida yozilgan.
Mana Mu'tazila firqasini aytdik, noto'g'ri e'tiqodini odamlarga majburan o'tkazmoqchi bo'lgan. Ana 20 yil mobaynida Abbosiy xalifalarning qilichi bilan. Endi o'zlarini adolat va tavhid tarafdorlari deb bilgan mana shu Mu'tazililar quyidagicha e'tiqod qilishar edi. Ularning e'tiqodiga ko'ra, Alloh taolo adolatli zot, shuning uchun unga bandalarga yaxshi bo'lgan ishni ixtiyor qilishlik vojib bo'ladi deyishgan. Qaytaramiz. Alloh odil zot, shuning uchun bandalar uchun nima yaxshi bo'lsa, shunday ishni qilishlik Allohga vojib deb e'tiqod qilishgan. Vaholanki Alloh taolo hech narsaga majbur emas. Alloh taoloning zimmasiga hech narsa vojib bo'lmaydi. Alloh nimani qilsa, xohlab qiladi. Alloh taoloni hech narsa majbur qilmaydi. Ko'ryapsan, shu e'tiqodni hamchi bizning tilda talqat qilishgan. Hujjat dalil keltirgan Mu'tazililar aqliy munozarada bahsi juda ham kuchli bo'lgan. Aqlli odamlar bo'lgan. Hujjat dalilni zo'r keltirgan. Bahs munozara qiladigan bo'lsa, o'tkazib qo'ygan sizni. Lekin haqiqiy ilm egalari Imom Ahmadga o'xshagan kishilar burada to'xtatgan. Tushundinglar? Asosiy gap shuni ustida ketadi. Banda uchun yaxshi bo'lgan ishni bandasiga qilib berishlik Alloh taoloning zimmasidagi vojib degan ular. Ularning asosiy da'volari shuki, solah va aslah Alloh taoloning zimmasiga vojib deyishgan. Solah degani yaxshi ish, aslah degani undan ham yaxshi ish. Alloh bandalarga faqat yaxshilikni ravo ko'rish kerak degan e'tiqod Mu'tazilaning e'tiqodi edi. Solah nima? Solah degani yaxshi ish, kufrni ro'parasidagi yaxshi ish iymon. Kasallikni ro'parasidagi yaxshi ish sog'lik. Kambag'allikni ro'parasidagi yaxshi ish boylik. Demak, solah deganda shunaqa, yaxshi ishni ravo ko'rish kerak Alloh. Masalan, bir banda ro'parasida jannatga kirish yo do'zaxga kirishga o'xshagan ish turadigan bo'lsa, Alloh taolo bandani foydasi uchun uni jannatga kirgizish kerak. Chunki bandani solahini, bandani yaxshiligini o'ylab ish qilishlik kerak. Jannatga kirgizish kerak deb aytishadi, vojib aytaradi. Aslah degani bu himmat ko'rsatish degani bo'lsa, bandaning xizmat qilgani uchun savob berish muqobilidagi xizmatsiz savob berish kabi. Ya'ni ishning muqobilidagi undanda yaxshiroq ishlar tushuniladi. Ularning e'tiqodiga ko'ra yana agar banda uchun solah bo'lgan jannatda bo'lish yoki aslah bo'lgan oliy maqomda bo'lish turgan bo'lsa, Alloh taolo banda uchun ikkinchisini tanlab berish kerak, unga vojib deyisharadi. Gap qisqasi Alloh taoloning abiyazin deyisharadi. Alloh taoloning do'jin deyisharadi. Alloh taoloning zimmasiga vojib deyisharadi. Va albatta bu buzuq e'tiqoddir. Mana birodarlar, siz bilan biz ahli sunna val jamoa ekanligimizning dalili aqidada Maturidiy yo Ash'ariy aqidasini ushlaymiz. Fiqh yo'nalishida 4 ta mazhabdan bittasini ushlaymiz. Mana shu siz bilan bizning ahli sunna val jamoa ekanligimizning dalili. Ahli sunna shular. Ahli sunna val jamoa ekanligining dalili ikkita qaynotani hammadan yaxshi deb bilishing, ikkita kuyovni yaxshi ko'rishing va mahsiga mahs tortishni joiz deb bilishing seni ahli sunna ekanligining dalili deyiladi. Ikkita qaynota kim? Rasulullohning eng yaqin ikkita sahobasi va qaynotasi Abu Bakr Siddiq va Umar ibn Xattob. Nimaga bularni yaxshi ko'rish kerak? Chunki shiyalar akalar mana shu ikkala ulug' sahobani yomon ko'rishadi. Ikkita kuyov kim? Rasulullohning yana ikkita yaqin sahobasi Usmon ibn Affon, Ali ibn Abi Talib. Imom Ash'ariy o'zi Mu'tazililardan bo'lgan. Bilasizlarmi shuni? Maturidiy Imom Ash'ariy. Imom Ash'ariy o'zi Mu'tazililardan bo'lgan. Lekin ularning e'tiqodlarini buzuq ekanligini, noto'g'riligini ko'rgandan keyin bundan qaytgan va bu e'tiqodni noto'g'ri ekanligini odamlarga bildirgan. Nima sabab bo'lgan Mu'tazili aqidasidan Imom Ash'ariyning chiqib ketishligiga? Mu'tazilaning mana shu da'vosi har bitta odamga Alloh taolo eng yaxshi ishni tanlab berishligi lozim, Allohga vojib degan mana shu e'tiqodi ularni Imom Ash'ariyni ularni noto'g'ri ekanligini tushunishiga sabab bo'lgan. Mana shu masala haqida Imom Ash'ariy bilan Mu'tazilalarning yetakchisi Ali Jubboyi o'rtasida bahs bo'lgan. Imom Ash'ariy aytayapti. 3 ta odam haqida nima deysiz? Uchalasi ham vafot etgan. Bittasi mo'min holida,
Bittasi kofir holida, bittasi yosh bola holida. Jubboyi javob berdi. Mu'tazilalarning peshvosi. Mo'min jannat bilan mukofotlanadi, kofir do'zax bilan jazolanadi, yosh bolaga jazo ham mukofot ham bo'lmaydi dedi. Imom Ash'ari: agar yosh bola jannatga kirishni xohlasa, unga jannatga kirish mumkin emasmi? Jubboyi: yo'q, unga jannatga solih amal qilgan mo'min kiradi. Sen esa solih amaling yo'q deb javob beriladi. Yosh bolangni o'lib ketgan, savob ish qilmagansan. Imom Ash'ari: agar yosh bola ayb menda emas u. Agar men ham yoshligimda o'lib ketmasam, ulg'aysam, savob amallarni qilib jannatga kirgan bo'lardim desa nima deyiladi? Ali Jubboyi aytdi. Alloh taolo unga aytadi: agar sen ulg'ayganingda isyon qilib kofir bo'lib do'zaxga kirib ketishingni bilgan edim. Shuning uchun sen uchun foydali bo'lgan ishni berdim. Ya'ni yoshligingda seni vafot ettirib qo'ydim. Men yoshligimda o'lib ketganligim meni aybim emas u. Agar men ham balog'atga yetsam, katta bo'lsam, savobli ishlar qilgan bo'lar edim desa, nima deydi Alloh? Aytadiki, sen katta bo'ladigan bo'lsang, kufr ma'siyatga kirib ketishingni men bilganman. O'shuning uchun kufr ma'siyatga kirib, keyin do'zaxga kirganingdan ko'ra, yoshligingda o'lib ketsang, do'zaxga kirmasding, shu senga yaxshi edi. O'shuning uchun seni yoshligingda vafot ettirib qo'yganman deydi. Imom Ash'ari aytdi: unday bo'lsa, do'zaxga giriftor bo'lgan kofir ham Parvardigor uni holatini nima bo'lganligini bilgan ekansan. Kofir bo'lishini. O'shuning uchun yoshligida o'ldirib, uni foydasiga ish qilibsan. Meni ham kofir bo'lib do'zaxga ketishimni bilgansan u. Meni ham yoshligimda o'ldirib qo'ymagan ekansan-da desa, nima degan javob bo'ladi dedi. Mu'tazila yetakchisi Ali Jubboyi to'xtab qoldi shu yerda. Mana boshida aytdik-ku, banda uchun yaxshi ishni qilishlik Alloh taoloning zimmasidagi vojib degan e'tiqodini noto'g'ri ekanligi mana shu savol bilan ko'rinib qoldi ko'zga. Ana shundan keyin Imom Ash'ari Mu'tazili firqasini qarashlarini chuqur tahlil qilib, xato ekanini tushunib, omma xalqni ularni xato e'tiqodlaridan ogohlantirishlikka kirishgan. Mana endi Mu'tazili firqasini bu buzuq da'vosiga qat'iy dalillar bilan keskin raddiyalar berilgan. Shuning uchun O'shi rahmatullohi alayh mana shu buzuq da'volarning muqobiladagi ahli sunna va jamoaning qarashlarini qisqa qilib, aslah ishi farz emas ulug' xodiyga biror bir nuqsonsiz mutoliga deb bayon qilib qo'ydi. Xulosa, Alloh taolo uchun biror narsani qilishlik vojib emas. Alloh taolo hech narsani qilishlikka majbur emas. Nimani qilsa Alloh o'zining ixtiyori bilan qiladi. Alloh taolo Qur'onda aytadi, astagfirullah: "Walau sha'a Allohu la ja'alakum ummatan wahida, walakin yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha, wa la tus'alunna amma kuntum ta'malun." Agar Alloh xohlaganida albatta sizlarni bir ummat qilgan bo'lar edi. Lekin u o'zi xohlagan kimsalarni yo'ldan ozdirur va o'zi xohlagan kishilarni to'g'ri yo'lga hidoyat qilur. Albatta sizlar bu dunyoda qilib o'tgan ishinglar haqida so'ralarsizlar. Ya'ni agar Alloh xohlaganida yer yuzidagi hamma odamlarni bitta millat, bitta xalq qilib qo'yar edi. Ixtilof ham bo'lmasdi, bo'linish ham bo'lmasdi. Lekin u zotning hikmati ilohiyasi bunday bo'lishini xohlamadi. Ayrim odamlar ixtiyor qiladi hidoyatni. Alloh hidoyat qiladi ularni. Ayrim bandalar zalolatni ixtiyor qiladi, Alloh taolo o'zini holiga tashlab qo'yadi ularni. Bu oyatda banda uchun eng yaxshi va eng manfaatli bo'lgan hidoyatning Alloh taologa vojib emasligi, balki xohlaganini zalolatga ketkizishi va xohlaganini hidoyat qilishi bayon qilinmoqda. Alloh bir bandani hidoyat qilgan bo'lsa, Allohning fazli. Alloh bir bandani zalolatga ketkizgan bo'lsa, adolati. Tashab qo'ydi yordamsiz. Zalolatga qarab ketdi. Ibn Atolloh Sakandari rahmatullohi alayhi aytadi, Hikmul Atoyada, barcha narsalar Alloh taoloning xohishiga suyanadi, uning xohishi esa hech narsaga suyanmaydi. Borliqdagi barcha narsalar Alloh taolo xohlaganligi sababli vujudga keladi. Allohning xohishi bilan bo'ladi bu dunyodagi hamma narsa. Alloh taologa esa mahluqotlarning xohishlarini vojib qiladigan bironta sabab bo'lmaydi. Chunki Alloh taolo nimani xohlasa qiladi,
nimani xohlamasa qilmaydi. Demak, Alloh taolo bir banda uchun foydali bo'lgan ishni qilishlik Alloh taolaning zimmasida emas. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va